İnsanның ma'lum to'pqa tava bo'lib yashashi shu inson uchun mas'uliyatdan derak berdi. Bu mas'uliyatni tushunish va ado qilish bir xil safa bo'lgandan sirt, mening nazarimda yana bir xil fazilatdir. İnsanның o'zi tava to'pning manfaatini qo'g'dishi uchun yolg'iz iymoniy va vijdoniy burchi qilmayli qolmasdan, yana shu jamoatning manfaatini qo'g'dash engimi nihoyat muhim rol o'ynaydi. Yaqında bir birodarimizning qonliq shikoyati bu nuqtaning bir millatning mavjud bo'lib turishida mislsiz xo'rmas bir energiya ekanligini yana bir qatam isbotlab berdi. Birodarimiz ayni davrda bir ahli ilmning farzandi bo'lib, tijorat yo'liga kichik qadam besib, baldur ko'zi ichilib qolganlarning biri edi. Uyg'urlar ichkari o'lkalarida Shinjin bozorini ochishdan burun Shanxay bozorini ochgan edi. Ham Xanzu qizlarining yerim uchuq yalon turmushi bardam yigitlarimizning jismoniyatiga va iymoniga tezla ta'sir qilishga boshladi. Ba'zilari bu xil muhitdan ansirab, moddiy maishatdanmi muhim bo'lgan iymoniy e'tiqodini saqlab qilish uchun yurtlariga qaytgan bo'lsa, ba'zilari soxta tasalli bilan qilib qilishgan bo'ldi. Birodarimiz qilib qolganlarning biri edi. Bu birodarimiz uzun o'tmayla iymon etqizdim deb bir Xitoy qizi bilan turmush qurib oldi va bu voqea tezla uning yurtiga purkatdi. Birodarimizning dadisi gerçi ko'r bo'lsa-mu, jiroqni ko'rar, iymoni bo'lgandan sirt yana insofi bor tipik Uyg'urlarimizning biri edi. Gerçi bu kishiga yasov farzandining yo'chun qilmishlari onda-sonda kirib tursa-mu, lekin bu qitimqidek ta'sir qilmagan edi. İchib qo'ysa-mu, chekib qo'ysa-mu, ziyinini hamon bir kuni biladi. Tövbe qilib tashlaydi-ku deb o'z-o'ziga tasalli berib, xotibligini davom qilib yurayvergan edi. Ammo bu ishda o'rin tutib yetibli qoldi. Masjidga hamda xotiblik uchun munbarga chiqmadi. Keyingi ishlarni birodarimiz mundoq bayon qiladi. Ayolimni elib Shanxaydan qaytib keldim. Lekin dadamning yiniga dada mana bu kelining deb kirolmadim. 2-3 kunmi o'tib ketdi. O'g'il degan onaning beshini og'ritadigan gapga. Onam meni mehmonxonaga qo'yib dadamning yiniga kirib ketdi. Ishkirki uydan dadasi balalar salomga ketdigan degan ovoz anglandi. Boshqa sado chiqmadi. Yuragim og'zimga qaplashib qoldi. Angacha onam chiqib, dadang beshini ling'ishtirib qo'ydi. Gap so'zlaringga diqqat qilgin dedi. Kirsam dadam ishki dumisini qilib o'ltiribdi. Dadam gerçi a'ma bo'lsa-mu, mushkil usul bilan doim bizni ogohlantirib turardi. Bundaq vaqtda biz paranlashish u yoqda tursin, hatto tevish chiqarmaslik uchun putimizning uchida ma'atdik. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom o'g'lim. Keldingmi? Dadam o'rilibmi qo'ymadi. Ovozi bo'g'iq, ammo salmoq chiqyotdi. Men buruqtumliqdan qutulish uchun dada balaliq qilib saptiman. Endi bir toyibni musulmon qilgandan keyin savob bo'lar deb o'ylab qoptiman. Qiziqkansan o'g'lim. Biz Uyg'urlar qachondan beri yotqi kuyog'il bo'lib, ajvimizni kengaytiramiz degan. Uning ustiga bir millatning yaxshi qizi yotqi qolamdi. Dadamning bu so'zi mag'midek ichimni o'rtibetdi. Onamning gap so'zingga diqqat qil deganini endi tushundim. Va darhol Allah kechiradi da, sen kechirversan
Dadam örildi ve Allah kechirdi balam, Allah kechirdi. Allah degan g'afurdir, Allah degan rahimdir. Kechirmamdi. Menmi kechirman o'g'lim? Men degan sening dadang tursan. Öpkidep kelayotgan jig'amni har qancha qilibmi besib ololmadim. Dada deganimcha o'zimni bag'riga atmoqchi bo'lib oldiga yugurdim. Lekin dadamning qo'li xuddi bosgandek maydamga tiraldi. Men ixtiyorsiz dada kechirdim devatdim. O'g'lim, dadam meni kechirsa, Allah kechirsa, ishim tugaydi deb o'ylagan bo'lsam, ishning xatarini tehi his qilmabsan. Bilginki, seni millat kechirmaydi. Millat kechirmaydi. Bu so'z menga sal g'alatiroq tuyulsimi, ancha parvoyimga elib ketmabdimi? Aylar o'tdi, yillar o'tdi. 3 qizim, 2 o'g'lim bo'ldi. Ata-onam bizni hasratga qoldirib, fani dunyo bilan xo'shlashib ketdi. Farzandlarimmi nuqtaliq oliy maktablarini bitirib, salomat qaytib keldi. Ammo bir narsa kundan kunga ichimni siqishga boshladi. Ya'ni qizlarimning yeshi xil bir yerga berib qolgan, qizil siziqdan o'tgan bo'lsa-mu, ammo bir oila elchilikka kelib ishigimni qiqib boqmadi. O'g'illarim balog'atdan olqigan bo'lsa-mu, bargan yerlarimdan bulishsiz javob elib, ko'nglim g'ash qaytib keldi. Shundala dadamning millat kechirmaydi degan so'zning vaznini tushunishga boshladim. Dada, ama bo'lsangmi qalbing ko'r emaskan to'q. Yaşangan bo'lsangmi g'aflatda emaskansan to'q. Shundoq, biz Uyg'urlar azaldan mayli İslamiyatdan burungi jaholiyat davri bo'lsin yoki İslamiyatdan keyingi musulmon hayotimiz bo'lsin, hamon o'zimiz bo'lib yashadik. Boshqalarning hayotiga kirib, ularga o'xshavishga tirishmadik. Bizden ayrılıp başka kavim bo'laman deganlarga yo'q demadik. Gerçi sharqda mo'ma g'o'r chiqirib tursa-mu, g'arbda bolkilar parqirab tursa-mu, biz yanala non beti yashadik. Kichkina tunurda pishirilgan bo'lsak-mu, ammo o't tovlanib chiqdik.